Bir necha yillardan beri hayratlanarli xatti-harakatlari bilan barchani diqqat markazida bo'lgan mashhur xonanda Jahongir Otajonov haqida shoshilinch va muhim ma'lumotlar e'lon qilindi. Xonanda Jahongir Otajonov shu kungacha 6 marotaba oila qurgan. U 8 nafar farzandi borligini va ularning bari bilan yaxshi aloqada ekanligini aytib o'tgan. 6 marta uylanib ajrashganman. Birinchi turmushimdan 19 yoshli qizim bor. U hozir onasi bilan Germaniyada yashaydi. Ikkinchi turmushimdan 3 nafar farzandim bor. Ularga qarayman. Uchinchi turmushimdan bir o'g'lim bor. Aliment oladi. To'rtinchi turmushimdan ham bir o'g'lim bor. U ham aliment oladi. Beshinchi turmushimdan bir qizim bor. Unga qarayman. Oltinchi turmushimdan bir o'g'lim bor. U bilan umuman munosabatim yo'q. Gohida ko'rishib turaman. O'g'lim 2 yosh bo'lgan hozir, degan edi xonanda intervyulardan birida.